Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli aktyor Erkin Komilov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktyor, bir qancha obrazlar bilan mashhurlikka erishgan aktyor Erkin Komilov buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. 1946-yilda Andijonda tug'ilgan aktyor 1998-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan. Kinolarda Begimqul, Yuzsiz, Yo'ldosh, Sevgi, Muslim, O'tgan kunlar, Valixo'ja Eshon, Amirning xufiyona yurishi, Xurram, Tilla bola, Boyazid, Yildirim, Amir Temur kabi rollarni o'ynagan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.